Assalomu alaykum ustoz. Yangilikni eshitdingizmi? Yo'q, qanaqa yangilik? Ustoz, yangilikni eshitdingizmi? Yo'q, eshitmadim. Ustoz, yangilikdan xabaringiz bormi? Yo'q, eshitmadim. Sizchi siz yangilikni eshitdingizmi? Biz Aljabr maktabining 13 nafar o'quvchilari IELTSdan yuqori natijalarni qo'lga kiritdik. Assalomu alaykum. Men Jalilova Muxlisa. Biz Aljabr maktabining 13 nafar o'quvchisi IELTSdan 5,5 dan 6,5 gacha yuqori natijalarni qo'lga kiritdik. IELTS olish oson emas, lekin biz bu natijalarni 4 oy ichida qo'lga kiritdik, albatta ustozlarimiz ko'rsatmalari bilan. IELTS 4 ta qismga bo'lingan bo'lib, bular listening, reading, writing, speaking. Tayyorlanish jarayonida biz barcha bo'limlarni birdek yaxshilashga harakat qildik. Ingliz tilida o'qish va eshitish mahoratlarimizni oshirish uchun biz har kuni maqolalar o'qib, audio kitoblar tingladik va bu bizning nafaqat IELTS natijamizni, balki ingliz tili darajamizni ham oshirishga yordam berdi. Bu natijalarga erishishga nafaqat ustozlarimizni, balki ota-onalarimizni hissalari juda ham ko'p bo'lgani uchun ularga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Ustozlarimiz bizni har doim qo'llab-quvvatlashdi. Nafaqat bilim, balki motivatsiya ham berishdi. Ularni ketkazgan vaqtligi va mehnatligi uchun cheksiz minnatdormiz. Shu o'rinda maktabimizning barcha imkoniyatlari bilan ta'minlab berayotgan direktorimiz Matluba Axrarovnaga rahmat aytamiz.